Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Isa va qurultay uchur axborot markazining direktori, qurultayning bayonotchisi Iftixor Abdurshidlar Germaniyaning Köln va Mannheimdagi faoliyatlarini tugatib, navbatda Shvetsariyaning Jenva shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida echilayotgan 61-navbatlik kishilik huquq kengashiga qatnashish va bir qism lobby faoliyatlarini elib berish uchun 1-mart Jenvaga yetib kelib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida elib boradigan bir haftalik faoliyatini boshladi. Qurultay hay'ati 2-mart atdiganda Xalqaro kishilik huquq mulozimat tashkilotining tashkillagan kishilik huquqni muhofazat qilish haqidagi ilmiy muhokama yig'iniga qatnashib, Zumratay Erkin va Dolqin Aysolar so'z qilib, Sharq Turkistonda hozir ham davom qilayotgan Xitoyning qirg'inchilik siyosati, Uyg'urlarning hozirgi vaziyati, Ramazon oyida Sharq Turkistonda bostirishning texmi shiddat bilan elib berilayotganligi, Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosati va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga singib kirib, mazkur organning demokratiya va kishilik huquq prinsiplarini o'zgartirishga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyo davlatlarini Xitoy andishiga moslashishga majburlash haqida tafsiliy ma'lumot berib, o'zlarining fikr talablarini o'ttirib qo'ygan. Mazkur yig'inga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida dokladchisi Mari Lawler va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining boshqa dokladchilari va har qaysi davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilari, kishilik huquq faoliyatchilari, tadqiqotchilar, BDTning mutaxassislari va axborotchilar ishtirok qilgan bo'lib, yig'inning asosli temasi Gvatemala, Janubiy Sudan va Uyg'ur masalasi bo'lgan. Mazkur yig'inga Xalqaro kishilik huquq mulozimat tashkilotining raisi riyosatchilik qilgan. Shu kuni tushdan keyin mazkur hay'at Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida dokladchilari Angliya, Shvetsariya va Belgiya qatorliq har qaysi davlatlarning BDTdagi diplomatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari bilan ayrim uchrashib, lobby faoliyatlari elib borgan. Faoliyat jarayonida qurultay hay'ati har qaysi davlatlarning BDTdagi diplomatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillariga murakkab xalqaro vaziyat va Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning qarashli xalqaro organlardan chekinib chiqishi bilan Xitoyning BDTni changiliga ilib, diktator davlatlar bilan shaykilashish va tarafbozlik qilishi bilan Uyg'ur masalasining kun tartibidan tushib kelayotganligi. Shundaqla buni fursat bilgan Xitoyning xalqarodagi bir qism atalmish axborotchilar va Xitoyning shayki davlatlarining muxbirlarini Sharq Turkistonga ziyoratga tashkillab, qirg'inchilik jinoyatini yo'q chiqarishga urinayotganligini, masjidlarning restoran yoki sayohat o'rinlariga o'zgartirilib, musulmonlarning muborak Ramazon oyidimi ro'za tutish, namoz o'qishlarining cheklanganligini, maktab, universitetlarda, ish o'rinlarida va hatto yezilarda Uyg'urlarga ro'za tutgan yoki tutmaganligini tekshirish uchun majburiy haroq ishkizish, suv ishkizish, yemeklik yedirishdek razil vositalarni ishlatayotganligidek vahshiyliklarning hozirma ham davom qilayotganligini eslatib, xalqaro jamiyat va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har qaysi davlatlardan Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga qarata javobgarligini surishtirish va amaliy harakat olib berishga chaqiriq qilgan. Bu qatimqi 61-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi 23 fevraldan 31 martgacha elib berilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati bu kengash jarayonida BDTda mazkur kengashga parallel yig'inlarni tashkillab, Uyg'ur masalasini texmi atrofli tanishtirish va Xitoyga qarshi lobbichilik faoliyatlari elib boradi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tavsiyasi bilan hurmatga sazovor Uyg'ur adabiy obzorchisi, yozuvchi va atalmish Shinjong Ma'rif nashriyotining sobiq muharriri, peshqadam ma'rifchi Yolqin Ro'ziga kishilik huquqni qo'g'dash uchun Graciela Fernandes Mejidi mukofoti berilgan bo'lib, mukofotlash marosimi bu yilning avgust oyida diktatorlikning qurbonlarini xotirlash kunida o'tkaziladi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bayonot bergan bo'lib, qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin apandi
Yalqın Rozining tutqun qilinishi, Xitoyning davomlashayotgan bostirishi va bu bostirishning Uyg'ur ziyolilarini sistemalik va xohlagancha nishonga oldiganligini aniq ko'rsatib berdiganligini ta'kidlab, Yalqın Roziga bu mukofotning berilishi dunyoning diqqatini qaytadan Uyg'ur masalasiga jalb qilib, uning qo'yib berilishi uchun Xitoyga davomli besim qilishga to'hfa qo'shadi. Sharq Turkistondagi Xitoyning qirg'inchiligiga qarta xalqaro jamiyatning diqqatini texnik kuchaytirish, uning hozir qayerda ekanligi va salomatlik ahvolini aniqlashga yordam berishi mumkin degan. 2023-yili ta'sis qilingan bu mukofot diktatorlik ostida xalqining erkinlikka bo'g'ilgan va siyosiy erkinlik jihatda ig'ir chekinishga duch kelayotgan, faoliyatchilarning hayoti xatarga duch kelayotgan davlatlarda kishilik huquqni qo'g'daydigan shaxslar, guruhlar va tashkilotlarning aktivligini e'tirof qilib, ularga madad berish va qo'g'dash mexanizmini o'rnatishni maqsad qiladi. Dastlabda Latin Amerika davlatlaridagi kishilik huquq ahvoliga markazlashgan Argentinalik dаңlıq kishilik huquq faoliyatchisi va siyosatchisi Graciela Fernandez Mejidining ismi bilan atalgan mazkur mukofot ta'sis qilingandan buyon Kolumbiya, Koreya, Kuba, Xitoy, Guatemala, Ekvador Gvineyasi, Meksika, Nikaragua va Venezuela qatorliq davlatlardagi kishilik huquq qo'g'dag'uchilarga berilgan. 2026-yili dunyo miqyosiga kengaytirilgan bo'lib, bu yil mukofotga erishuvchilar Ekvador Gvineyasi, Shimoliy Koreya va Sharq Turkistondan tanlangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yalqın Rozini uning mustamlika ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'ur ma'rifi va tili, madaniyati va kimligini qo'g'dash va ilgari surish uchun elib borgan faoliyatlari va fidokorlik uchun nomzodlik ko'rsatgan. Yalqın Rozi hurmatga sazovor ziyoli bo'lish sifati bilan o'zini Uyg'ur ma'rifi, tili va madaniyat meroslarining saqlanishi va keyingi avlodlarga yetkazilishiga kafolatlik qilishga beg'ishlagan. Uning tinchlik bilan elib borgan aqliy va madaniyat faoliyatlari Xitoyning Uyg'ur xalqiga qarshi keng ko'lamli bostirish harakatining bir qismi sifatida jinoyat deb qaraldi va 2016-yili oktyabrda Urumchida tutqun qilinib, 2018-yili yanvarda Xitoy hukumatı uni atalmış bo'lginchi va davlatni parchalashga qudratqullik qilish jinoyati bilan ayblab 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Mukofot hay'at a'zolari Yalqın Rozining voqeasi ilmiy madaniyat tashviqotining bostirilishi va o'z xalqining madaniyati, kimligi, tili va kishilik huquqini qo'g'daganlik uchun sistemlik ta'qib qilingan Uyg'ur ziyolilarining misoli deb qaragan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu vaqtdagi bayonotida Yalqın Rozining voqeasi Uyg'ur yozuvchilari, ma'rifchilari va olimlarining sistemlik nishon qilinishining simvoli, Yalqın Rozining nomzodligi faqat uning jasorati va fidokorligini hurmatlab qolmay, Sharq Turkistondagi ma'rif, madaniyat va aqliy hayotning keng ko'lamda bostirilishini yo'rtib berdi deganini ta'kidlab, Yalqın Rozining oilasini bu mukofot berilganligi munosabati bilan tabriklagan va hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va kishilik huquq tashkilotlarini bu fursatdan foydalanib, Yalqın Rozining tutqun qilinishiga qarta noroziliklarni kuchaytirishga va uning darhol va shartsiz qo'yib berilishi uchun Xitoyga besim qilishga chaqiriq qilgan. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda xalqimizni ro'za tutqizmaslik uchun Qashqar va Oqsuda aholilarni hasharga solgan va Xotanning Lopnayisida 6 kishi yoshirincha ro'za tutganlik uchun qo'lga ilingan. Aziz vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimiz tajovuzchi Xitoy tarafidan bu Ramazondami o'xshashli ro'za tutish va taravih namoziga berishdan mahrum qoldirilgan bo'lib, Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, bu Ramazonda Xotan viloyati Lopnayisida Xitoy soqchi kuchlari Ramazonlik uy tekshirish elib berib, Lopnaya bozorida yoshirincha ro'za tutgan 6 kishini qo'lga olgan. Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limining telefon orqali rayondagi soqchi xodimidan olgan uchurida bu tutqun qilinganlardan 5 nafari 70 yoshdan yuqori kishilar bo'lganligi uchun ularga ta'lim-tarbiya berilib, atalmış xatoligini takrorlamaslik ogohlantirilgan. Bularning ichidagi 30 necha yoshlik bir yosh qo'lga ilinib, Xitoy JX organlariga topshirib berilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.